navbatdagi super dravilkamiz xudo xolasa Buxoroga Zafar akamizga tayyor bo'ldi. Super dravilkamiz 2 shoxli, mis motorli, 220 da ishlaydigan samazashli knopkalar bilan jihozlangan. Hozir bunda turli setga turibdi. Bo'g'doyni maydalab yorma holatda ko'rsatib beramiz. Qani boshladik. Akalar ko'rgan bo'lsalarini 5 kilo donni какой-то sekundda chiqarib yubordi. Hozir buni ko'rsatamiz. Mana ikkita tarafdan tushgan holati. Yorma holatda. Agar bundan ham mayin holatda chiqaraman desalaring, eng mayda setkasi bor, 2 li setka. Agar makka chiqaraman desalaring, 8 li setkasi bor. Hozir ichida turli turibdi. Ikkovidan ham ikkita tarafdan Opsiya 6 ta setkasi bor. Kimga shunaqa dravilkalar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-avtobazdan ishlamiz. Narxi 5 million so'm. O'zbekiston bo'yicha shahar markazlarida dastlabkilar tekin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.